Omad quvib solganda yomon, taqdir baxtdan olganda yomon, inson qadri pullik zamonda erkak pulsiz qolganda yomon. Assalomu alaykum, Tanir o'choq muxlislari. Sherda Tanir o'choqqa aloqasi yo'q. Ishimizga baho berib qo'yasizlar. Mana Toshkent shahridagi tandir o'choqlarimiz ham bitta. Baho berish sizlardan, ijod bizdan. Xudo xolasa bundan-da zo'r ijodlarimizni qo'yib boramiz, kuzatib borasizlar. Niyat qilganlar uchun. Bu tandir o'choqlarimizga 450 ta g'ish ketdi fasad ko'rinishiga. 350 ta maloshni, 100 ta cho'kka ranglaridan. 10 kvadrat kafel, 2 ta qozon, moyka, gaz plita. Gaz plitalar ham ajoyib bo'lib tushdi. Xudo xolasa ancha yil shu xonadon yaxshi kunlarida xizmatda bo'ladi. Kimki havas qilib chaqirsa, albatta xizmatda bo'lamiz. Xursandchilik kunlarida tanir o'choqlarimiz ham xizmatda bo'ladi. Ayol pul topsa, o'zidan ortmaydi. Erkak pul topsa, o'ziga ortmaydi. Erkaklar pul topaversin, barakali bo'laversin. Bizni chaqiraversin, borib mana shunaqa ajoyib tanir o'choqlarni qurib beraverik. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini qimmat debdi bir ikkita kuzatuvchilar. Ishga yarasha maosh to'lanmagandan keyin maoshga yarasha ishlash boshlanadi. Ishimiz narxiga arziydi. Borib qilib berganda o'zlaring guvoh bo'lasizlar. Bu holatga olib kelish o'z emas. Mehnatga yarasha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Bundan da ajoyib ishlar xudo xolasa qo'yib boramiz. Tandirlar ham ichki qismlari ko'rsatishdan chiqibdi. Mana umuman yorilmagan. Mana bitta ham yoriq tushmagan. Ajoyib bo'lib pishirib oldik tandirlarni. Hammani ishlariga rivoj. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana hozir uy egasiga topshirish jarayoni. Navbatda sinash jarayonlari ham bo'ladi. Mana tog'a o'choqlarimiz haqida fikrlarni ber, aytasiz. Qalay chiqdi? Gap yo'q bolam. Qo'llaring hech qachon dard ko'rmasin. Aytganingiz. Hamisha topganlaring, to'ylaringga, uylaringga, yaxshi kunlaringga bersin. Alloh taolo sizlarga mana shunaqa hunar bergan ekan, hunar orqasida mana shu bola chaqalaring boqayotgan ekansan, Alloh taolo hamisha ishlaring rivojini bersin. Alloh taolo mana shunaqa hammani xursand qilib, hammani uyida mana shunaqa chiroyli qozon o'choqlar, tandirlar bo'lsin. Alloh mahalla xalqimiz boy bo'lsa, mana shunaqa narsalar qilaveradi. Hamisha ishlaring, yo'llaring ravon bo'lsin. Aytganingiz rivojini bersin. Bola chaqalaringga bosh bo'linglar. Hamisha nimaiki yaxshi orzu bo'lsa, niyatlaringga yetib boringlar. Ota-onalaring bo'lsa, ota-onalarning xizmatida qilib bo'linglar. Farzandlaringni yaxshilab uzattirlar. O'shalarga katta ishlarga kirgizib, nima niyat qilsa, niyat qilib yuraverlar. Alloh taolo bizni bundan keyin yaxshi kunlarda, to'ylarda uchrashish hammamizga nasib etsin. To'ylarimizga kelinglar, oshinglar, bazmlarda ishtirok etinglar. Borda keldi qilaylik. Nimaga Alloh taolo mana shu ishlaring rivojini beraversin, topganlaring to'ylarga beraversin. Amin. Allohu akbar. Ish ma'qulmi? Rahmat. Ma'qul. Ma'qulmi? Zo'r. Tavsiya qilasizmi qolganlarga? Alloh taolo menga qaranglar, hurmatli, mana shu meni o'g'limga o'sha qilmoqchi bo'lganlar, mana ko'ringlar. Hammasi chiroyli. Hammasi o'z joy-joyida. Nimalarni ham tekshirib ko'rdi. Tutunni bu yerdan tortib ketyapti, bu yerdan tortib ketyapti. Dimoxodlari ko'rdinglarmi? Hammasi dimoxodlari ham, mana u tandir o'choq, tandirni ham ko'rdinglarmi? Hammasi chiroyli. Qo'li ustalar ekan. Arziydi, qilgan mehnatlariga arziydi chiqgan.
Hammalariga tavsiya qilaman. Ya Alloh, sana mana shunaqa qozon o'choqlar, tandirlar qurib, bola chaqalaring baxtiga hamisha omon bo'lib yuraversin. Amin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Xo'p. Navbatdagi sinash jarayonlari. Ustamiz ustun tortishlarni ko'rsatib beradi. Xudo xolasa ustun tortishiga e'tibor berasizlar. Qashqaridan shunaqa tortyapti. Yoshroq bola bo'lsa qo'lini yomon qilib ketib qoladi. Albatta hazır. Pilisos o'choqlarimiz. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi kunlaringda mana shunaqa o'choqlar bilan xizmatda bo'lish nasib qilsin. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Hammaning ishlariga rivoj.